Bog'imga kirarkansiz, odob axloqqa rioya qiling. Bu bog'da mening gullarim o'sadi. Ularni uzmang va ularni qanday parvarish qilishni menga o'rgatmang. Men oq gullarni yaxshi ko'raman. Agarda sizga qizil gul yoqsa, ularni o'z shaxsiy bog'ingizda o'stiring. Mening daraxtlarimni aralamang, gulzorlarimni oyoq osti qilmang. O'z bog'ingizga vaqt ajrating. G'alladan eman, urug'dan esa gul o'stira olmagan bo'lsangiz, bunda mening aybim yo'q. Yomonliklarni meni yutuqlarimdan emas, balkim o'z fikrlashingizdan qidiring. O'zgalarni bog'ini hasad bilan oyoq osti qilayotgan paytingizda sizni yeringizni yovvoyi o'tlar qoplaydi.